qanaqa короче qishloqlarning uyini asta yo'q qilamiz yoki kichraytirib qo'yamiz. Ular bu yerda yasholmagandan so'ng bu yerdan ko'chib ketishadi va biz qishloqni bosib olamiz hamda Johani o'ldiramiz. Chindi, давайте unda ketdi boshlaymiz. Ha, ke ortimdan. Bo'ldi, jonimga tegib ketdi shu o'yinda o'ynaverib. Umuman yenga olmayapman, bilmadim qanday yengish kerak. Balki o'ynashni bilmayotgandirman yoki tushunib turib o'ynay olmayotgandirman. Yo hayronman. Короче, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johan qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki men tez orada 1000 ta obunachiga erishim kerak. Va bugun kun bo'yi o'tirib polizga ishlash esimdan chiqib qopti. Hozir esa chiqib polizda biroz mehnat qilib kelaman. Уже kech bo'lib quyosh botish joyiga ham yetib kelib qopti. Men esa bu yerda o'tiribman. JTlar ham aytmagan tezroq chiq, Joha polizingda ishla, polizga qaramasang bo'lmaydi deb aytishmagan. O'zimdan bilib chiqib ishlamasam bular aytmaydi, ular yaxshilik qilmaydi odamga. Shu uchun o'zim asta o'zimdan bilib chiqib ishlayapman. Va videoga like bosishni shu joyda eslatib o'taman sizlarga, chunki like bossanglar men xursand bo'laman. Kanalga obuna bo'lsanglar esa 2x xursand bo'laman, ya'ni 2 barobar yuqori darajali xursandchilik keladi. Va kommentariyada ham nimadir yozib qoldirsanglar, men o'qib ko'rib, xullas o'zimni javoblarimni aytaman. Fermadan juda ham ko'p daromad olyapman. Bu daromadlarimda esa nima desam ekan, JTlarga bermoqchiman, lekin ular olmaydi, bilmasam. Balki ularning o'zida bunaqa narsalardan ko'pdir yoki yo'q, ularda o'zida yo'q. Umuman bunaqa narsa ular iste'mol ham qilmaydi, ekmaydi ham. Yo, ekadi, qaranglar. Mana bu yerda ikkita jami 3 ta nima bor, poliz bor qishloqda, meniki va yana ikkita poliz. Lekin ular ham yig'ib qo'yadi, yemaydi, hayronman. Balki keyinchalik ular shaharga chiqarib sotishi mumkin va men ham shaharga chiqarib sotishni maqsad qilyapman. Shaharda juda ham ko'p sotsa bo'ladi bu narsalardan. Shaharda yashaydiganlar esa qishloqdan olishadi. Ya'ni qishloqdan olib borilgan meva sabzavotlarni olishadi. Hozir esa bitta ishim bor, ya'ni bir ikkita tosh, yana ko'mir